Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 20 sentyabrdan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar, ma'lumotlarni solishtirish, pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holatlar va odamlar nimalarga tayyor turishi kerak. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz, qarindoshimiz yoki qo'shnimiz pensioner. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va bu videoni tanish pensionerlarga yuboring. Chunki bitta oddiy xato, bitta yangilanmagan hujjat yoki bitta noto'g'ri tushuncha pensiya pulining kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Men bu mavzuni vahima qilish uchun emas, aksincha odamlar oldindan tayyor bo'lsin, kim nimadan qo'rqishi kerak, kim bemalol bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlarni tekshirib qo'yish kerak, qayerga murojaat qilish kerak. Bularni aniq va sodda qilib tushuntirish uchun aytyapman. Eng muhim gap shuki, tekshiruv degani hammaning pensiyasi to'xtatiladi degani emas. Tekshiruv degani davlat bazalaridagi ma'lumotlar, pensionerning shaxsiy holati, yashash manzili, bank karta ma'lumotlari, ish staji, nogironlik hujjatlari yoki boshqa asoslar qayta solishtirilishi mumkin degani. Agar hamma narsa joyida bo'lsa, pensioner odatdagidek pensiyasini olaveradi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p yillar davomida pensioner bir marta pensiyaga chiqqandan keyin uning hujjatlari ko'pincha faqat muammo chiqqanda qayta ko'rilardi. Masalan, odam manzilini o'zgartirsa, bank kartasi almashtirilsa, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tsa yoki biror ortiqcha to'lov aniqlansa, shunda pensiya jamg'armasi yoki tegishli idoralar ishni ko'rib chiqardi. Lekin hozir davlat tizimlari raqamlashtirilmoqda. Ya'ni FHDYO ma'lumotlari, soliq, bandlik, bank, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, propiska, pasport, ish staji, arxi ma'lumotlari bir-biri bilan ko'proq solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Endi ko'p holatlarda idora xodimi uyma-uy yurib emas, elektron bazalar orqali pensioner haqidagi ma'lumotlarni tekshirishi mumkin. Nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shundaki, endi pensiya to'lovlarida ma'lumotlar toza bo'lishi juda muhim bo'lib qoldi. Masalan, pasport muddati o'tib ketgan, familiya o'zgargan, bazada eski holatda qolgan, bank kartasi boshqa nomga rasmiylashtirilgan, odam boshqa hududga ko'chib ketgan, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil turgan. Nogironlik bo'yicha pensiya oladigan shaxsning qayta ko'rik muddati o'tgan. Mana shunday holatlar aniqlansa, to'lovda vaqtinchalik kechikish bo'lishi mumkin. Yana bir muhim o'zgarish. Hozir pensiya va nafaqa pullarini faqat hujjati aniq, shaxsi tasdiqlangan, qonuniy asoslari joyida bo'lgan odam olish kerak. Bu davlat uchun ham, fuqarolar uchun ham muhim. Chunki ortiqcha to'lov aniqlansa, keyin uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda hujjatlarda o'zgarish bo'lgan pensionerlar. Masalan, pasport yoki ID karta almashtirgan bo'lsangiz, familiyangiz, ismingiz yoki otangizning ismi yozilishida farq bo'lsa, albatta tekshirib qo'ying. Hayotda juda ko'p uchraydigan holat, bir hujjatda to'xtasin, boshqasida to'xtasin, yana bir joyda to'xtasin deb yozilgan bo'ladi. Odamga bu mayda narsa ko'rinadi. Lekin elektron bazada bu boshqa shaxsdek ko'rinishi mumkin. Shu sababli pensiya hujjatlarida ism, familiya, ID kartadagidek to'g'ri yozilganini aniqlab qo'yish kerak. Ikkinchi guruh, bank kartasi orqali pensiya oladiganlar. Agar karta muddat tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, karta boshqa bankka o'tkazilgan bo'lsa yoki karta pensionerning o'z nomida bo'lmasa, bu muammo tug'dirishi mumkin. Misol uchun, 72 yoshli onaxon pensiyasini o'g'lining kartasiga tushirib yuribdi. Chunki bankka borish qiyin. Oldin bunga ko'z yumilgan yoki amaliyotda shunday bo'lgan holatlar uchragan bo'lishi mumkin. Lekin tekshiruv paytida pul aynan pensionerning o'ziga tegishli hisob raqamiga tushishi kerakligi masalasi ko'tariladi. Agar pensioner yura olmasa, ishonchnoma rasmiylashtirish yo'li bor. Lekin shunchaki o'g'lim olib beradi degan tartib har doim ham xavfsiz emas. Ertaga nizo chiqsa, pul qayerga ketgani bo'yicha muammo paydo bo'ladi. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Bunday holatda tibbiy hujjatlar, nogironlik guruhi, qayta ko'rik muddati juda muhim. Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik asosida pensiya oladi. Lekin tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatida qayta ko'rik muddati 20 sentyabrgacha ko'rsatilgan. Agar u 20 sentyabrdan keyin bazada muddati o'tgan hujjat bilan tursa, to'lovni davom ettirish uchun qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin.
Bu degani odam darrov pensiyasiz qoladi degani emas, lekin hujjatni yangilash zarur. Shuning uchun nogironlik hujjatda muddatli yoki muddatsiz ekanini hozirdan qarab qo'ying. 4-guruh chet elga chiqib ketgan yoki uzoq vaqt boshqa joyda yashayotgan pensionerlar. Agar pensioner doimiy yashash uchun boshqa davlatga ketgan bo'lsa yoki bir necha oy, bir yil davomida mamlakatda bo'lmasa, pensiya to'lash tartibida alohida shartlar bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan holat. Pensioner Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga farzandlarining oldiga ketadi. Lekin pensiyasi O'zbekistondagi kartasiga tushaveradi. Ba'zi hollarda bu qonuniy bo'lishi mumkin, ba'zi hollarda esa qo'shimcha tasdiq, tiriklik ma'lumotnomasi yoki boshqa hujjatlar talab qilinadi. Ayniqsa keksalar uzoq vaqt bankka bormasa, karta bilan amaliyot bo'lmasa, shaxsni tasdiqlash masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun chet elda yurgan qarindoshingiz pensioner bo'lsa, unga albatta ayting. Rasmiy tartibni aniqlab qo'ysin. 5-guruh vafot etgan pensioner nomiga pensiya tushib qolgan holatlar. Bu juda nozik, lekin aytish kerak bo'lgan mavzu. Ba'zan inson vafot etadi. Qarindoshlari esa karta ishlayapti-ku deb 1-2 oy pulni yechib oladi. Keyin tekshiruvda FHdan ma'lumotlari bilan pensiya to'lovi solishtiriladi va ortiqcha to'lov aniqlanadi. Natijada bu pulni qaytarish talab qilinadi. Ba'zida bu qarindoshlar uchun katta muammoga aylanadi. Masalan, pensioner boboning pensiyasi 1.2 million so'm bo'lsa, u vafotidan keyin 3 oy davomida karta orqali yechilgan bo'lsa, 3.600.000 so'm ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi mumkin. Agar yana dafn puli, boshqa to'lovlar, meros masalalari aralashsa, ish yanada murakkablashadi. Shuning uchun vafot holatida hujjatlarni yashirmaslik, tegishli idoraga o'z vaqtida xabar berish juda muhim. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz joyida bo'lsa, pensiya rasmiy hujjatlar asosida tayinlangan bo'lsa, bank kartangiz o'z nomingizda bo'lsa, manzilingiz to'g'ri bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlaringiz muddati o'tmagan bo'lsa, siz ortiqcha vahima qilmang. Tekshiruv siz uchun oddiy ma'lumotlarni solishtirish bo'lishi mumkin. Lekin menda hammasi joyida deb umuman qarab qo'ymaslik ham to'g'ri emas. Chunki ba'zan xato odamdan emas, ba'zidan chiqadi. Masalan, arxivda ish staji noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana bir kun farq qilishi mumkin. Bankdagi telefon raqam eski bo'lishi mumkin. Shu sababli kamida asosiy hujjatlarni bir ko'zdan kechirish foydali. Keling, real hayotga yaqin bir nechta misol ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. 65 yoshli erkak kishi pensiyaga chiqqaniga 5 yil bo'lgan. U avval korxonada 28 yil ishlagan, lekin arxiv hujjatlarida 3 yil ish staji noto'g'ri ko'rsatilgan. Pensiya tayinlanganda bu masala o'tib ketgan. Lekin elektron solishtirishda hujjatlar qayta ko'rilganda farq chiqishi mumkin. Bu holatda odamning pensiyasi darrov bekor qilinmaydi, lekin undan qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. Agar u hujjatni topib bersa, masala yopiladi. Agar topib bera olmasa, pensiya miqdori qayta hisoblanishi ehtimoli bo'ladi. Demak, staj bo'yicha eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxalari saqlangan bo'lsa, ularni yo'qotmaslik kerak. Ikkinchi misol, 70 yoshli onaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Kartaning muddati avgust oyida tugagan, lekin u buni bilmaydi. Sentyabrda pensiya tushmay qolsa, onaxon pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida esa karta yangilanishi kerak bo'ladi. Bankka borib kartani yangilasa yoki yangi hisob raqamni pensiya bo'limiga bog'latsa to'lov tiklanadi. Mana shunday oddiy holat ham odamni asabiylashtirib qo'yadi. Shuning uchun pensionerning kartasidagi amal qilish muddatini tekshiring. Agar karta ustida 1924, 1024, 1025 kabi muddat yozilgan bo'lsa, shu oy tugashidan oldin bankka murojaat qilish kerak. Uchinchi misol. Bir pensioner boshqa viloyatdan Toshkentga farzandining oldiga ko'chib kelgan. Lekin pensiya hujjatlarida eski manzil qolgan. U doimiy ro'yxatdan o'tmagan, vaqtinchalik yashab yuribdi. Tekshiruvda manzil bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Ayniqsa uyga borib ijtimoiy holatni o'rganish kerak bo'lgan to'lovlar bo'lsa. Bunday paytda odam men shu yerdaman deb aytish yetmaydi. Ro'yxat mahalla ma'lumoti. Pasportdagi manzil yoki vaqtinchalik ro'yxat hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'chib o'tgan bo'lsangiz, pensiya bo'limiga manzil o'zgarganini bildiring. 4-misol. 28 yoshli ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Chunki u voyaga yetmagan farzandi nomidan to'lov olgan.
Farzand 18 yoshga to'lgan, lekin o'qishda davom etyapti. Bunday holatda pensiya yoki nafaqa davom etishi uchun o'quv muassasasidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin ma'lumotnoma olib kelinsa, ayrim holatlarda qayta tiklanadi, lekin kechikish, navbat, hujjat tekshiruvi odamni qiynaydi. Demak, farzandning yoshi o'qish holati kunduzgi yoki sirtqi ta'limda o'qishi hammasi ahamiyatga ega. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, tekshiruv faqat pensionerning tirik yoki tirik emasligini aniqlashdan iborat emas. Bu ham bor, lekin undan tashqari to'lovning qonuniyligi, miqdorning to'g'riligi, hujjatlarning mosligi, bank rekvizitlari, imtiyoz asoslari, boshqa daromad yoki bandlik holati ham ko'rilishi mumkin. Masalan, ayrim turdagi pensiya va nafaqalarda odamning ishlashi yoki ishlamasligi ta'sir qilishi mumkin. Har bir to'lov turi bir xil emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, parvarish puli, bularning shartlari farq qiladi. Shuning uchun qo'shningizda bir tartib bo'lsa, sizda ham aynan shunday bo'ladi deb o'ylamang. Ikkinchi nozik jihat, pensiya miqdori qayta hisoblanganda ba'zan oshishi ham mumkin. Odamlar tekshiruv desa faqat kamayadi deb qo'rqadi. Lekin ayrim pensionerlar ilgari hisobga olinmagan stajni topib, qo'shimcha hujjat taqdim etsa pensiyasi ko'payishi mumkin. Masalan, ayol kishi sobiq kolxozda ishlagan yillari bo'yicha hujjat topadi. Oldin bu yillar kiritilmagan bo'ladi. Orqadan ma'lumot olib kelsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Yoki erkak kishi harbiy xizmat, zararli mehnat sharoiti, mukofotlangan davrlar ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotlarini ko'rsatishi mumkin. Albatta, har bir holat qonuniy tartibda alohida ko'riladi, lekin tekshiruv hamma uchun faqat yomon yangilik emas. Uchinchi nozik jihat, telefon orqali kelgan xabarlarga aldanmang. Hozir firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. 20 sentyabrdan pensiyangiz bloklanadi, karta raqamingizni ayting. Tasdiqlash kodi keldi. Uni aytmasangiz pensiya tushmaydi. Pensiya tekshiruvi uchun pul o'tkazing, hujjatni tezlashtirib beramiz degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Men juda qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodini, bank karta parolini, karta orqasidagi CVC kodni, mobil banking parolini hech kimga aytmang. Pensiya bo'limi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgar. 4-nozik jihat, ishonchnoma bilan pensiya olish tartibi. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa, bankka bora olmasa, farzandi yoki qarindoshi uning nomidan ish yuritishi mumkin. Lekin buni og'zaki kelishuv bilan emas, rasmiy ishonchnoma bilan qilish kerak. Ishonchnoma notarial tartibda yoki qonunda belgilangan boshqa shaklda rasmiylashtiriladi. Pensionerning roziligi aniq bo'lishi kerak. Aks holda ertaga boshqa farzandlar pulingni kim oldi deb nizo ko'tarsa, masala murakkablashadi. Shuningdek, ishonchnomaning muddati bor, muddati tugagan bo'lsa, bank yoki idora uni qabul qilmasligi mumkin. 5-nozik jihat, ortiqcha to'lov masalasi. Agar davlat pensionerga xatolik bilan ortiqcha pul to'lagan bo'lsa, bu pul keyin qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, bir hujjat muddat tugagan, lekin baza kech yangilangani sababli 2 oy to'lov ketgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'lov deyiladi. Ba'zan odam men aybdor emasman, pul tushdi, oldim deydi. Lekin qonuniy asos bo'lmasa, qaytarish talab borib chiqishi mumkin. Shuning uchun shubhali to'lov tushsa, masalan, odatdagidan ancha ko'p pul kelsa, darrov yechib ishlatib yubormang. Avval bankdan yoki pensiya bo'limidan sababini aniqlang. Endi amaliy maslahatlar. Men har bir pensioner va uning farzandlariga quyidagi qadamlarni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, hujjatlarni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, mehnat daftarchasi, ma'lumotnomalari, nogironlik hujjati, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish ma'lumotnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, hammasini alohida papkaga solib qo'ying. Keksalar ko'pincha hujjatni sandiqda, eski sumkada, turli joylarda saqlaydi. Kerak paytda topilmaydi. Hujjat topilmagani uchun odam bir necha kun yuguradi. Shuning uchun hozirdan tartiblang. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlarni solishtiring. ID kartadagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSH raqami, manzil va pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlar mosmi? Qarang. Agar bir harf farq bo'lsa ham beparvo bo'lmang.
Ayniqsa ruscha va lotincha yozuvlarda farq ko'p bo'ladi. Bunday holatda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotni to'g'rilash tartibini so'rang. Ba'zi holatda ariza yoziladi, ba'zi holatda FXDVO ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. 3-qadam, bank kartasini tekshiring. Karta kimning nomida, muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? Bank SMS xabarnomasi ishlayaptimi? Telefon raqam pensionerning o'ziga yoki ishonchli qarindoshiga bog'langanmi? Bularni aniqlang. Agar pensioner telefon ishlatmasa, farzandi yordam berishi mumkin. Lekin bank kodlari va pullar xavfsizligi masalasida ehtiyot bo'lish kerak. Bankka borganda pensionerning o'zi bilan borish yaxshi. Agar bora olmasa, bankdan uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi yoki ishonchnoma kerakmi oldindan so'rang. 4-qadam, manzil masalasini aniqlang. Agar pensioner boshqa mahallada yashayotgan bo'lsa, doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxat masalasini tartibga keltiring. Mahalla bilan aloqa qiling, kerak bo'lsa yashash joyi bo'yicha ma'lumot oling. Ayniqsa ijtimoiy nafaqa, parvarish puli, yolg'iz keksalar bo'yicha yordamlar. Uy-joy sharoiti o'rganiladigan to'lovlarda manzil juda muhim. 5-qadam, nogironlik yoki tibbiy hujjat muddatini tekshiring. Hujjatda muddatsiz deb yozilganmi yoki aniq sana ko'rsatilganmi? Qarang. Agar qayta ko'rik sanasi yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Poliklinika, tibbiy komissiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza tartibi vaqt olishi mumkin. Ba'zan bitta tahlil, bitta shifokor xulosasi yetishmasa, hujjat kechikadi. Kechikish esa to'lovga ta'sir qilishi mumkin. 6-qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Mish-mishlarga ishonmang. Hamma pensionerning puli kesilar ekan. 20 sentyabrdan kartalarni bloklashar ekan. Kim ariza yozmasa pensiya olmaydi ekan degan gaplar ko'p tarqaladi. Siz hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga, mahalla mas'ullariga yoki rasmiy telefon raqamlariga murojaat qiling. Agar internetdan foydalansangiz, My.gov.uz kabi rasmiy xizmatlar orqali ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatini tekshiring. Lekin noma'lum Telegram kanallarida berilgan havolalarga kirib, pasport va karta ma'lumotlaringizni kiritmang. Agar pensiya kechiksa, nima qilish kerak? Birinchi kuni vahima qilmang. Avval bank ilovasidan yoki bankomatdan hisobni tekshiring. Keyin bankka qo'ng'iroq qilib, karta faolmi, hisobga to'lov kelganmi, texnik muammo bormi so'rang. Agar bankda muammo bo'lmasa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta, bank kartasi, pensiya bo'yicha hujjatlarni olib boring. Nega pul tushmadi deb og'zaki so'rash bilan cheklanmasdan. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, JSS shir, manzil, telefon, raqam, pensiya turi va muammo sanasini aniq yozing. Masalan, 2024 yil sentyabr oyi uchun pensiya to'lovi bank kartamga kelib tushmadi. Sababini aniqlab, yozma javob berishingizni so'rayman. Shunday yozma murojaat keyin masalani kuzatish uchun kerak bo'ladi. Agar sizga hujjatingizda xato bor deyishsa, xotirjam bo'ling va aniq ro'yxat so'rang. Qaysi hujjat kerak? Qaysi idoradan olinadi? Qancha muddatda olib kelish kerak? To'lov vaqtincha to'xtaydimi yoki tekshiruv davomida davom etadimi? Qayta hisob kitob bo'ladimi? Bularni aniqlashtiring. Ba'zan odam bitta ma'lumotnoma uchun 3 ta idoraga boradi, chunki boshda aniq so'ramagan bo'ladi. Shuning uchun xodimdan hujjatlar ro'yxatini yozib berishini yoki hech bo'lmasa nomini aniq aytishini so'rang. Agar pensioner yura olmasa, farzandlari nima qilishi kerak? Eng avvalo pensionerning roziligini oling. Keyin uning hujjatlarini ko'rib chiqing. Zarur bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtiring. Mahalla, oilaviy shifokor yoki tegishli ijtimoiy xodim orqali uyda ko'rik yoki yordam tartibi bormi so'rang. Keksalarni idoradan idoraga sudrash har doim ham to'g'ri emas. Ko'p masalani oldindan telefon orqali aniqlab, keyin bir marta borib hal qilish mumkin. Yana bir muhim maslahat, har bir to'lovni yozib boring. Pensioner har oy qancha pensiya oladi, qaysi sanada tushadi, qo'shimcha to'lov bo'ldimi, kamayish bo'ldimi, oddiy daftar tutish ham foydali. Masalan, avgustda 1 million 150 ming so'm tushgan. Sentyabrda 1 million 300 ming tushdi. Nega farq bo'ldi? Balki kredit ushlanmasi, aliment, qarzdorlik, ortiqcha to'lovni qaytarish, bank komissiyasi yoki qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Agar raqamlarni bilmasangiz, muammoni isbotlash qiyin bo'ladi. Men alohida ta'kidlayman. 20 sentyabrdan tekshiruv bo'ladi degan gapni hammaning pensiyasi xavf ostida deb qabul qilmang. To'g'ri qabul qilish kerak. Hujjatlarimni tartibga keltirib qo'yay.
bank kartamni tekshiray, manzilimni aniqlashtiray. Muddati o'tgan ma'lumotnomam yo'qmi? Firibgarlarga aldanmay, faqat rasmiy idoradan ma'lumot olay. Shunda hech qanday ortiqcha muammo bo'lmaydi. Eng yomon holat odam beparvo bo'lib yuradi. Keyin to'lov kechikadi, asabiylashadi. Navbatda turadi, hujjat qidiradi. Eng yaxshi holat bugun 30 daqiqa vaqt ajratib hammasini tekshirib qo'yadi. Azizlar, yakun qilib aytaman. Pensionerlar bo'yicha har qanday tekshiruvning asosiy maqsadi to'lovlar qonuniy va to'g'ri amalga oshirilishini ta'minlashdir. Hujjatlari joyida bo'lgan pensionerlar qo'rqmasin. Lekin pasport, bank kartasi, manzil, nogironlik hujjati, staj, ishonchnoma, chet elda yashash holati kabi masalalarda noaniqlik bo'lsa, uni hozirdan hal qiling. Bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Ayniqsa telefon va internetdan kam foydalanadigan keksalar bunday ma'lumotga juda muhtoj. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday savollar yoki muammolar bor? Pensiya kechikish karta muddati, hujjatdagi xato, nogironlik qayta ko'rigi yoki ortiqcha to'lov bo'yicha tajribangiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p bergan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz like bosing, kanalga obuna bo'ling va eng muhimi, bu ma'lumotni tanish pensionerlarga yuboring. Chunki vaqtida ogohlantirilgan odam muammoning yarmidan qutuladi.